Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 11 fevral sizlarga toza kelgan Cobalt'larimizdan 2023 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt keldi. Metan gazlari bor, rodnoy kraskada. Balonlar ham toza qo'yilgan. Rasxoti yo'q, umuman 47.000 kilometr yurib turibdi, himchiska bo'lib, yuvilib, siyrilib, rodnoy kraska. 137 million so'm tan narxi. Eldindan bu yerda 2 xil grafik turibdi. 2 xil grafik bo'yicha ma'lumot bersak, 34 million eldindan pul berasa, oylik to'lovi 3,5 million so'mdan chiqadi. Оформление notariusga отдельный pul berasa. Yo'q desangizlar, eldindan kamroq beraman desangizlar, 12 million berasa, oylik to'lovi 4 million 800 ming so'mdan chiqadi. Ana, o'zlaringizga qaysisi to'g'ri kelsa, shuni asoslab bo'ladi. Keyin bu yerda yana 2020 yil mexanik boyna metan gazlari bor, kam yurgan mexanik, 75.000 kilometr yurib turibdi, metani bor, video registratorchi, ho'plik hamma narsasi tayyor. 118 million turibdi, 115 million so'm aytib beramiz mashinamizni. Eldindan 13 million so'm pul berasa, oylik to'lov 3 million 600 ming so'mdan chiqadi. Bam tayyor mashina. Bu yerdan mashinalarimiz ko'p. Qora svet so'ronlar uchun qora sveti bor. 24-yil avtomat korobka. Tonirovkasini chavirilgan, chexoli poliki baloni, metani, eldi mordalari meri tayyor. 154 million so'm, 35 million bersangizlar, 3 million 700 ming so'mdan chiqadi ekan. Bu yerda ham xuddi shunday tayyorlarimiz bor. Bir qator o'zlaringiz uchun ko'rib, tekshirtirib olaverasizlar, xudo xolasa kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz. Like bosib, podpiska bosib kuzatib boraverasizlar. Rahmat.